Qalbning sog'lomligini saqlash. Qalbning sog'lomligi uning islom aqidasiga zid keladigan e'tiqod, fikr va iqimlardan xoli bo'lganidek, kishilarga qarshi dushmanlik, ko'ranmaslik, o'chmanlik, ko'ngiltorlik qatorliq ma'naviy kasalliklardan xoli bo'lishi va yomon fikr va xiyollardan yiroq bo'lishi, shundaqla har kimga ko'ngli ko'ksi keng, apuchan, mard, ko'yimchan, mehr shafqatlik bo'lishi deganlikdir. Qalbning sog'lomligi nihoyat muhim bo'lib, uning har qanday bir ma'naviy kasallik va nachar illatlardan xoli bo'lishi haqiqiy mo'minlikning oldingi talablaridan biridir. To'mir datlashgandek qalbmi datlashidi. Buzilgan go'shtni mikrob qoplagandek, buzilgan qalbni mikroblar qoplaydi. İnsanning qalbi tuzalsa, uning boshqa organlarining ishlari tuziladi. Uning qalbi buzilsa, uning barcha ishlari buziladi. Qalb qo'mondan, boshqa organlar askardir. Payg'ambar alayhissalom unutmanglarki, badanda bir parcha go'sht bor. U tuzalsa, badanning hammasi tuziladi. U buzilsa, badanning hammasi buziladi. Bilinglarki, u qalbdir degan hadisi buni ifodalaydi. İmanning takammulligi qalbning sog'lom bo'lishiga bog'liqdir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda bandaning qalbi tuzalmaguncha uning iymoni to'liqlanmaydi. Uning tili tuzalmaguncha uning qalbi tuzalmaydi deb ko'rsatgan. Qiyomat kunida asqatadiganimi sog'lom qalbdir. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning qissasini bayon qilgan oyatlarda sog'lom qalb ikki o'rinda zikr qilingan va İbrahim alayhissalomning xuddi jimi payg'ambarlarning peshvosi bo'lganidek sog'lom qalb bobidimi insoniyatga peshvo ekanligiga ishorat qilgan. Qalbni isloh qilish ishi har qanday bir organni isloh qilishdan qiyin va mushaqqatli bo'lgan bir kurashdir. Chunki qalbni isloh qilish nafsning isyonkorligiga qarshi qattiq kurash qilib, uni yengish bilan amalga oshadigan ish. Shunga nafsning shuhratga, mol dunyoga va har qanday bir insoniy havasga bo'lgan hirsmanligini yengolmaganlar nafsini isloh qilish jangida yengilgan bo'ladi. Nafsning isyonkorligini yengolmagan odam qalbni isloh qilolmaydi. Qalb Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom Alloh taolo sizlarning taq-turqinglarga yoki mol dunyoringlarga qaramaydi, balki sizlarning qalbinglarga va amalinglarga qaraydi degan. Buningdan ma'lumki, qalb Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Ichki dunyosini tuzab, uni islom axloqi bilan parlatishga hech ahamiyat bermasdan, faqat tashqi ko'rinishiga ahamiyat beradigan, kiyinish, gap so'z va yurish turish qatorliq ishlarda biror ayib nuqson ko'rilib qolishidan yoki biror yo'lsizlik sabablik insonlar o'ttirisida rasvo bo'lib qolishdan qattiq hazar qilib, o'zining tashqi ayblarini yo'gashga shunchalik ahamiyat beradigan yoki qisqa bir ta'bir bilan aytganda, Alloh taolo eng avval qaraydigan joyni chiroyli ko'rsatishga ahamiyat bermasdan, insonlar qaraydigan joylarni chiroyli, farqroq qilib ko'rsatishga ahamiyat beradiganlar riyokorlardir. Zamonimizdagi musulmonlar Alloh taolo nazar silib turadigan qalbini uningga chiroyli va pokiz ko'rsatishga, insonlar qaraydigan tashqi a'zolarni chiroyli, esil va ko'rkam ko'rsatishga ahamiyat berganchilik ahamiyat beradigan bo'lsa edi, ahvol boshqacha bo'lgan bo'lar edi. Qalb eng o'zgarishchan organdir. Miqdad ibn Asvad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar alayhissalom odam bolasining qalbi xuddi qaynayotgan qozondimi bak o'zgarishchandir degan. Buningdan payg'ambar alayhissalomning hamisha Allohumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya'ni ey qalblarni o'zgartib turg'uvchi Alloh, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin deb duo qilishidagi hikmat o'ttirg'a chiqadi. Qalb so'zi arab tilida o'zgarish degan so'z yiltizdan chiqqan bo'lib, lug'at e'tibori bilan o'rib cho'riganni ifodalaydi. Qalbni isloh qilish degan xuddi uyni supurgandek ko'ngildagi yomonliklarni, o'shlik adovatlarni
va boshqa yomon illatlarni bir qitimdala supurib tashlab qutuladigan o'ng'ay ish emas. Balki Alloh taolodan yordam so'rash bilan bir vaqtda nafsning isyonkorligi va shaytonning kuch ko'rsatishini bostirib, qalbini hamisha o'z kontrolida tutib, sagak, hushyor bo'lish, sirtdan kiradigan ma'naviy mikrob tumonlardan qalbini qo'g'dash orqali amalga oshadi.